Agar mana shu musobaqaga, mana shu bo'yga oydinlik kirgizish uchun agar Hasanboy men yutqizmadim deb o'ylayotgan bo'lsa, Bekzod men har qatda yutdim deb o'ylashayotgan bo'lsa, nidorazumeniya bo'layotgan bo'lsa, tayyor bo'lsanglar, ATF 28-martda sizlarni janginglarni uyushtirish kutib qolamiz. Tayyormisizlar? Revanch bo'ladi. Revanchga tayyormisizlar? Tayyor bo'lsanglar, aloqaga chiqinglar. Biz tayyormiz sizlarni bo'yinglarni tashkillashtirishga. Ikkalovinglarga ham omad. Timur aka уже bu video 100 mingtadan oshibdi, 121 mingta bo'libdi. Kommentariyasiga kiradigan bo'lsak, hamma negativ YouTube qo'ygan oxirida chiqqan 3-raundda Bekzodga tushyapti. Nohaq bo'ldi, sudyalar nohaq ball berdi deyishyapti. Bu gap qanchalik to'g'ri? Xo'p, avvalan hammaga assalomu alaykum. Hop, birinchi raundda mana Husanboy buni oti. Husanboy Bekzod bilan urushdi. Birinchi raundda bitta udar o'tkazib yubordi. Yana ikkinchi raundda o'tkazib yubordi. Bu ikkita knockdown. Ikkita knockdownning o'zi bu knockdown sanalganning o'zi bu 3 ball. Yana bittadan urilsa bu 3 ball. Birinchidan sudyalarga ayb qo'yishyapti. Birinchi, ikkinchi raund 3-0 Qizil Ugul yutyotdi. Bu yerda hech kim sudyalarni hech kim maqtamadi, hech kim hech narsa demadi, sudyalardan ayb qidirmadi. Yutqizishni boshlab, o'sha 3-raundga yetib olishni boshlashi bilan o'sha aybni sudyalarga qo'yishyapti. Bu juda ham noto'g'ri. Chunki bu kickboksingda boksga o'xshab har bitta raund yutdi, raund bo'lmaydi. Kickboksingda har bitta raunddagi ballar bir-biriga qo'shiladi. Oxirgi 3-raund oxirgi hal qilinadigan raqamlar bo'ladi. Ana o'sha raqamlarga qarab yutuq aniqlanadi. Boksda raund, birinchi raund, ikkinchi raund yutdimi, 3-raund nokaut qilish shart bo'lib qoladigan bo'lsa, kickboksingda unaqa emas. Birinchi raund, ikkinchi raund yutqizib turib, 3-raund yetib olishga ilojisi, возможности bor bizlarning pravilada. Bekzodni jangiga keladigan bo'lsak, birinchi raundda ikkita knockdown oldi. Qolgan udarlarning hammasi bo'lmadi emas. 2 raund Bekzod knockdown bo'lgandan keyin o'ziga yaxshi kela olmadi, atvetlarini qila olmadi-da, udarlari ham mazali bo'ldi. Lekin u bolani ham udarlari unaqa yavni udarlar bo'lmaganning hisobiga ball oshmadi. Faqatgina knockdownda ball turdi. Keyin knockdown bo'lganda ham udar hisoblanish kerak. Bitta knockdown 3 ball, udarining o'zi yana 3 ball. Bu 6 ball bo'ladi, to'g'rimi? Ras bunaqa bo'ladigan bo'lsa, bokovoy sudyalar ko'rgan udariga ball berish kerak. Bokovoy sudya ko'rinmaganda udar teyyapti, bola yiqilyapti. Referi ham даже bilmayapti, что u bola knockdown bo'lganini. Keyin ko'rib shot sanayapti. Bu degani knockdownga 3 ball beriladi, lekin udari hisoblamagan. Balkim bittasi bosgandir, bittasi bosmagandir. Bu narsani uning uchun ko'rish kerak. O'shani bosmaganning hisobiga 6 ball emas, 3 ball yoki 4 ball bo'lib, qizil ugulli ballari ko'tarilmagan bo'lishi mumkin. Lekin 3-raund boshlanishida yo sirazi u 2 raund urushganning hisobiga Hasanboy juda ham zo'r urishdi, молодец. Lekin 3-raund qo'llari tushib ketib qoldi. 3-raundning boshidanoq o'sha bitta udar o'tkazdi, ketiga oyoq o'tkazib yubordi, low o'tkazib yubordi, tizza o'tkazdi. 3-raundda ball sirazi yetib oldi. Yetib olgandan keyin o'sha oxirgi knockdown bu hamma narsaga oydinlik kirgizib berdi. Lekin bu Andijonning bolelshiklari, misol tushunmayotgan muxlislar bo'ladigan bo'lsa, bu narsani ko'rib turgan odamlar boshqa sport bilan tenglashtiradigan bo'lishi bu noto'g'ri. Chunki bizning sport bu kickboksing, boks emas, thai boksing emas yoki MMA emas. Bizniki kickboksing o'zimizga yarasha pravillar bor. Biz praviladan tashqariga chiqmaslikka harakat qilib ishlayapmiz. Haqiqatni o'rtaga qo'yib, haqqoniy bo'lishi uchun ishlayapmiz. Lekin baribir bu negativlarni ovozini yopish qiyin bo'lyapti. Bular hamma aybni sudyaga qo'yishyapti. Sudyada nima ayb bo'lishi mumkin? 3-raundda u bolani qo'li tushib ketib udar o'tkazib yubordi. Sudyada nima ayb? Men hech mana shu narsaga tushunmayapman. Sudyada ayb yo'q. Ayb u bolada ham, bu bolada ham. Ikkita boyetsda ayb bo'lishi mumkin. Sudyada ayb yo'q. Imенно bu yerda. Chunki men o'zim tepasida o'tirdim, hammasini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Bo'y juda ham shiddatli, juda ham chiroyli bo'ldi. Lekin 3-raund udar o'tkazdi, 3-raund yag'ni udarlarni ko'p o'tkazib yubordi. Qo'llari tushib ketib qoldi. Bu yerda sudyaning aybi emas. Men mana shu narsani aytaman. Ras bu narsaga oydinlik kiritish uchun biz rahbarimiz Oybek Narmetov bilan kelishilgan holda mana shu bo'yi yana davom ettirmoqchimiz. Xudo xolasa 28-martda ATF
ligasi bo'ladi. U ATF ligasida professional jang bo'ladi. Professional jangda 3 minut 3 raunddan urushishadi. Haqqoniy jang. Bu professional. Bu mana professional jangda raunddan raundga berib ko'rilsa bo'ladi. Xo'p, bu jangga men o'ylaymanki Bekzod Nabiyev xudo xolasa tayyor. Nasriddinov Bekzod xudo xolasa tayyor. Bekzod tayyor bo'lsang menga aloqaga chiq. Hasanboymi, Andijonlik bola Hasanboymi desmi? Shu bola agar Hasanboy sen tayyor bo'lsang shu kunga 28-ga revansh qilaman degan qalbingda bir nima bor bo'lsa, biz ham tayyormiz. 28-martda xudo xolasa ATFda ikkalovinglar jang revanjinglarni o'tkazishga biz tayyormiz. Tayyor bo'lsanglar menga aloqaga chiqinglar. Negativlar aybni sudyaga qo'ymanglar. Balkim sudya xato qilgan bo'lishi mumkin, lekin sizlar aytayotgandek bu ili kimgadir tortgan insonlar emas. Chunki tepasida o'zim o'tirdim, hammasida kontrol qildim. Liboy agar tushungan odam keladigan bo'lsa, bu videoni qo'yib qo'yib o'tirib, Liboy inson bilan biz balini sanashimiz mumkin. Har bitta narsaga oydinlik kiritib beramiz.